Ceyhətdə başlıqlar yığınının rəhbərləri yığından keyin birdək bayonot e'lon qilib, Xitoy Xalq Cumhuriyetining siyosiy va Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga qilingan zo'ravonligi va ziyonkashligini tanqid qildi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xitoy kommunistik hukumati Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga qilgan zo'ravonligi va ziyonkashlik qilishi bilan tanqidlanib, Amerika sheriklarining yer shari ta'minlash zanjiridagi osonlik millatlarning majburiy əmgək kuchi ishlatishiga bo'lgan andishasini ifodalagan. Bu ta'minlash zanjiri bo'libmi dehqonchilik, quyosh energiyasi va kiyim-kechak sanoatida kishini andishiga soladi. Amerika Davlat İşlari katibi Bિલન ve Kengash palata a'zosi Rubio Twitter'da mundaq dedi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti begunoh doktor Gulshan Abbosni darhol turmadan qo'yib berish kerak. Bિલન apandi 12-iyul Twitter'da mundaq deb yozdi. Bugun Gulshan Abbosning 59 yoshga kirgan tug'ilgan kuni. Shundaqla uning turmada begunoh yotgan 3-yili. Uning tuqqanlari bilan birga tabriklash huquqi bor. Tug'ilgan kunida u chuqum oilasidagilar bilan jam bo'lishi kerak. Amerika, Angliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, İtaliya ve Yaponiya qatarlıq dünyadagi eng boy sanoatlashgan demokratik davlatlarning rahbarlari 13-iyun Ceyhətdə başlıqlar yığınida güzel dünyani qayta qurish shuari o'tirib qo'yib, taraqqiy qilgan davlatlardan ta'minlash yordam talab qilib, Xitoyning trillion dollarlik bir bəlvaq bir yo'l turiga taqobil turishni o'tirg'a qo'ydi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, 7 davlat guruhining rahbarlari bu başlıqlar yig'inidan foydalanib, dunyodagi eng boy demokratik davlatlarning Xitoyning kunsiri kuchayotgan ta'siridan halqib, taraqqiyot yo'lini ta'minlaydiganligini dunyoga namoyon qilishni umid qilgan hamda Shi Jinpingning rahbarligiga javoban mos qadamda harakat qilinib, Shi Jinpingning rahbarligidagi Xitoy Kommunist partiyasining kunsiri kuchayotgan ifodasi keltirib chiqargan xiristlarga javob bermoqchi bo'lgan. İsrailiyədə yangi qurilgan birləşmə hökumətinin ishonch ovoziga erishishi bilan 12 yildan buyon davomlashayotgan bosh minister Netanyahu dەvri ئاخىرلاشتى. İsrailiya parlamentida birləşmə hökumət 60 parlament a'zosining qo'llashi natijasida ishonch ovoziga erishdi. Bunun bilan 2009 yildan buyon bosh minister bo'lib kelgan Netanyahuning dەvri rasmiy ئاخىرلاشتى. İsrailiyaning yangi bosh ministri Naftali Bennett va birlashma hukumatning ministrlari parlamentda ayrim-ayrim qasam qilib vazifa topshirib oldi. Xitoyning Xubey o'lkasida tabiiy gaz liniyasida yuz bergan portlashda 12 kishi qazo qilgan, 37 kishi og'ir yaralanib, jami 144 kishi yaralangan. Xitoyning aloqador mas'ullari shu yerning vaqti atigan soat 6:30da Xubeyga qarashli Xian shahridagi bir o'ltiroq rayonida tabiiy gaz liniyasida portlash yuz berganligini e'lon qilgan. Sayyi guruhlari portlashda og'ir yaralangan 37 kishi bilan birga portlashning ta'siriga uchragan 144 kishining balnisga ilinganligini xabarlagan. İzlash va qutqizish otryadlari naq maydondagi xizmatlarini boshlagan va qazo qilganlar sonining oshib ketishidan andisha qilayotganligini bildirgan. Portlashning sababi haqida texnicha hech qanday rasmiy bayonot e'lon qilinmadi.